Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar uchun bir kunlik emas, naq 2 kunlik vlog tayyorladim. Qani unda boshladik. Ertalabdan metroga tushdim. Metroda esa odam men o'ylaganimdan ham ko'p ekan. Keyin esa metrodan chiqib Malika bozoriga bordim. Ertaga Malikaga o'tib olishimiz kerak. Shovqin. Malikaga borganimdan so'ng telefonimning zaryadi o'chib qoldi va Malikadan qaytib powerbank topib yana vlogimni davom ettirdim. Va yana metroga tushib uyga qaytdim. Va metro almashtirib uyga ketdim. Uyga borsam ukam Bugun viloyatga boramiz ekan dedi va biz viloyatga yo'lga chiqib ketdik. Va 2 soatlik yo'ldan so'ng va nihoyat Toshkentdan chiqib ketdik. Yo'llar tirbandligi sababli kechikib ketdik. Perevalda esa qor. Va ancha yo'ldan so'ng va nihoyat yetib keldik va ertalab turib do'stlarimning yoniga chiqib ketdim. Va ularni o'qishdan majbur ozod qildik. Chunki qiladigan ishlarimiz ko'p edi. Короче, reklama olgani ketamiz. Yana nimani olasiz? To'xtagin dedi. Kadrni o'chir, bitta ide kelib qoldi. O'chir. Kashtandan ham video qilib qo'ysa bo'ladi ato. Va keyin biz yangi ochilgan Shivaki do'koniga keldik. Va bu reklamani siz mani Instagram profilimdan topishingiz mumkin. Va syomkalarni tugatib qishlog'imga yo'l oldim. Va 2 soatli to'xtovsiz yo'ldan so'ng yetib keldik. Stop. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam davom etamiz. Ziyodaga Ishdan bilan ko'rishdik, mana hammamiz Jigar, o'ta приятно chiqqanini qarang. Soliha qo'lini olib. Tuxumlarni qarang, tuxum. Он сказал мне, что жизнь как мечте, получу я всякий приклад. Он сказал моя Menga lato'atu. Eski shahar ko'cha hol. Yalab asrasin doim. Vaq heyecanım rastga tushar meni yarim. Qasir o'ynaganda o'zim chetay. Yoshlar jinnilar qilib yuribmiz. Va yana uyga qaytib keldik. Nima? Va nihoyat jonajon qishlog'im bilan xayrlashib Toshkentga yo'lga chiqdik. Xullas, Perevalda to'xtab o'tdik. Вот. Приятно вообще дышать. Perevalni kunduzi ko'rishga yetmaydi. Va nihoyat vlogimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi video chiqishi uchun albatta like bosib qo'yinglar.